O'zbekistonda 90% atleti bilmaydi gapimga javob. Hosiliga yelkani 100% o'stirgan bitta mashq ko'rsatma, bu mashqni O'zbekistonda 90% atleti bilmaydi gapimga javob. Deylu, bugun sizda guruh kuni oxirgi упражнениyangizni ishlaysiz. Taxminan hammerda ishlab bo'ldingiz, ishlab bo'lganingizdan keyin hech qanaqa dam olish yo'q, hech qanaqa qo'l oldi, qo'l orqasiga o'tib ketish yo'q. Hozir bitta упражнение ko'rsataman. Xo'p, bizga naklonniy skameyka kerak bo'ladi. Naklonniy skameykani 80 gradusgacha ko'tarib olamiz. Bizga ikkita unaqa og'ir bo'lmagan ikkita yengil gantellar kerak bo'ladi. Texnikaga yaxshi ahamiyat beringlar, da atkaza ishlaymiz. Texnikaga yaxshi ahamiyat beringlar. Shunaqa yotgan holatda bo'ladi. Qo'llarimizni mana maksimal orqadan tekis chiqib keladi. 1 2 3 4. Xuddi shu sizlar ko'rgan texnikada ishlaysizlar, taxminan datkaz 30 ta 40 tagacha ishlaysizlar. Qarabsizlarki, yelkalar prosta nerealni katta bo'lib ketadi. 2 oy deganda o'rtog'inglar sizlarni ko'rib, kimni uror deyman deyish aniq. Bunaqa nerealni trenirovkalar qilish uchun menga onlayn yoki offlayn shogird uchun sizni formangiz ustida 0 dan 1 ishlaymiz.